chet elda o'qish, ishlash bu orzumi yoki zamonaviy qullikning bir turiga aylanib qoldimi degan savol meni qiynayapti shu kunlarda. Bugungi kunda minglab o'zbekistonliklar xuddi boshqa 3-dunyo mamlakatlari kabi yaxshi hayot va yuqori daromad izlab chet elga ishlash uchun ketmoqda. Ayniqsa Rossiya, Koreya, Turkiya va Yevropaning bir qator davlatlarda bilasiz, o'zbeklar soni, o'zbek ishchilar soni, o'zbek talabalari soni, xalqaro talabalar soni ortib bormoqda. Avvalo aytamiz, chet elda ishlash ko'pchilikning o'qish, ishlash ko'pchilikning orzusi desak albatta xato bo'lmaydi, chunki xorijda oylik maosh O'zbekistonga qaraganda nisbatan ancha baland. Buni hammamiz bilamiz. O'zbekistondagi oyliklar haqida hammamiz ma'lumotga egamiz. Ko'plab yoshlarimiz oilasiga yordam berish, uy olish, mashina sotib olish va kelajagi uchun pul yig'ish maqsadida chet ellarga ketmoqda. Bunisi ham sir emas. Ayniqsa o'qish deb ketayotganlarimiz, yoshlarimiz o'zini qiynab ancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda, chunki chet eldagi hayot bilasiz oson emas. Ayrim migrantlar og'ir mehnat qiladi, uzoq soatlar ishlaydi, bilasiz, soatlar 14 soat, ba'zida 16 soat ishlash holatlari ko'p. Juda ham bir boshida bekorga aytmadim, qullikning zamonaviy shakli bo'lib qoldi desak, menimcha xato bo'lmaydi. Ayniqsa til bilmasdan ketish juda ham bir qiynaydi odamni, ham ruhiy, ham ma'naviy, ham psixologik jihatdan, ham jismoniy jihatdan undan tashqari ezilishlar bo'ladi. Ba'zi ish beruvchilar esa ishchilarga yomon munosabatda bo'lishi, ayniqsa o'zbek ishchilarga bo'lgan munosabatlar o'zgargan oxirgi yillarda. Bilmadim nimaga, lekin o'zbeklarga bo'lgan munosabat yomonlashib ketyapti chet davlatlarda. Buni bir qator mamlakatlar misolida, Koreya misolida masalan ko'rishimiz mumkin, Turkiya misolida ko'rishimiz mumkin. Buni sabablarini endi detalli qilib batafsil aytish uchun albatta yana bir boshqa video qilish kerak bo'ladi. Lekin shunaqa ish beruvchilarning munosabati juda ham o'zgargan oxirgi paytlarda. Men shu sababli ayrim odamlar ham buni ta'kidlashmoqda, bu narsalarning zamonaviy qullikning bir shakli deb aytilmoqda. Agar O'zbekistonda ish o'rinlari va yuqori maoshli kasblar ko'paymas ekan, yoshlarning chet elga ketishi bu yo'sinda davom etaveradi, bu faqat ko'payadi. Bilmadim. Ayrim o'zgarishlar qilish kerak, ish o'rinlarini ko'paytirmasdan universitetlarni kvotalarini oshirish ham bu yechim bo'la olmaydi. Universitetlarning kvotalarini oxirgi yillarda oshiryapmiz, lekin ko'ryapsiz, kvota oshgan bilan ish o'rni ko'payib qolgani yo'q. Ish o'rni borgan sari kamayib ketyapti va hatto bilim olgan, bakalavrni bitirgan ko'plab salohiyatli kadrlar chet elda shunchaki qora ish qilishga ketishyapti. Magistratura bahonada ko'plari, bilasiz, Rossiyaga ketish holatlari ham ko'p o'qishni bitirganlar orasida. Bu narsa haqida ham bir chuqur mulohaza qilib ko'rish kerak. Aslida muammo chet elda ishlashda emas, balki chet elda qadrlanishda deb o'ylayman. Qadrlanmayapti oxirgi paytlarda va bu qullikka o'xshab ko'rinib qolyapti mening nazarimda. Agar inson xavfsiz va qonuniy sharoitda ishlasa, bu katta imkoniyat bo'lishi mumkin albatta. Avvalo insonning huquqlarini davlatimiz bilmadim himoya qilish haqida o'ylash kerakmi? Qonuniy o'qitib, masalan, unga bir qanaqadir litsenziya, sertifikatlar berib, treninglar o'tkazib, keyin qonuniy qilib jo'natgan yaxshi. Unaqa student bo'lib ketish holatlari ko'paygandan ko'ra deb o'ylab ham qolamiz. Malakali qilib kadrlarni jo'natsa, tilni o'rgatib ozgina ingliz tilini o'qib, ko'plab ingliz tili o'tmaydigan davlatlarda ko'p yoshlar student bo'lib ketayotgani ham u yerga borib til muammosida, til baryerlari bo'lganligi sababli ish borasida qiynalish ham ustiga ustak talaba bo'lib turib u ham qiyinchilik yaratadi va og'ir sinov
hayot sinoviga aylanyapti bu narsalar. Hozircha shunaqa gaplar. Yana yangi mavzular haqida suhbatlashamiz. Keyingi videolarda bizni kuzatishda davom eting.